Assalomu alaykum Jahon Lov obunachilari. Bugun Jahon Lovlardagi stollarni obzorini qilib chiqamiz. 4x2 profilli 120 ga 60 stolimiz bor. Xo'p, 2x2 profilli 120 ga 60 bo'ladi bu stolimiz ham. Tortmali variantimiz bor, ikkita tortmasi bo'ladi. 120 ga 60 bo'ladi bu ham. Xo'p, mana kompyuter stol bor. Teyda bitta tortmasi bo'ladi. Tepasida monitor shakllansa qo'yib ishlatsa bo'ladi. Kichkina stollarimiz ham bor, 90 ga 60 bo'ladi. Yosh bolachalarga ishlatishga bo'ladi. Mana bunaqa 70 ga 70 bo'ladi stolimiz, to'rtburchak bo'ladi. Mana bundan ichida bor. 120 ga 60 stolimiz, dizaynlari har xil bo'ladi bularning. Hop, 4 ga 4 profilli bor, dizaynlari anaqa bo'ladi. 4 ga 2 profilli, bunaqa simli variantimiz bor. 4 ga 2li orqasi yopiq variantli stolimiz bor. Bu ham 4 ga 2 bo'ladi, 120 ga 60 bo'ladi. Dizayn anaqa bo'ladi. Arzonroq variantim bor. Bitta tortmali bo'ladi, 4 ga 2 profil. Orqasi yopiq variant bo'ladi bundan. 130 ga 63 lik bor, kompyuter stol. 110 ga 50 lik kompyuter stolimiz bor, mana ichida. Hop, ikkita tortmali stolimiz bor. Bu ham 120 ga 60 bo'ladi razmeri. Bu yerda ham kompyuter stollarimiz bor. Kattaroq so'raganlarga kattaroq variantimiz ham bor. Kimga qanaqa stollar kerak bo'lsa, Telegram yoki Instagramdan yozib olsangiz, narxlarni tayyor bormi yo'qmi, shuni aytamiz.